Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Bruno va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men bugun qishloqda fermerchilikka otlanaman. Chunki bizda undan tashqari bir ish bor. Aynan uyimni hujjatlarini yangilash. Shuning uchun ham kutubxonaga o'tib kelishimiz kerak. Shunga sirazu notebookni olib olay. Ichida hamma hujjatlarni elektron nusxalari bor. Undan tashqari bilasizlarmi, nimagadir mer yana oyligimizni bermayapti. Ancha bo'ldi, deyarli 3 oy, 3 oydan beri oyliksiz yashab yuribmiz. Bilmadim nima qilsam ekan, hattoki ikkita olmosli matagamdan bittasini sotishimga ham to'g'ri kelsa kerak, lekin umid qilamanki u darajada yomon bo'lib ketmaydi ishlar va beradi. Do'konim ham qolib ketdi ya. Salom Bruno. Salom Rachel. Qalaysan? Yaxshi, seni tanimayapman. Ko'chib keldingmi bu qishloqqa? Ha, yaqinda ko'chib keldim. Qoyil, qaysi uyga? Orqadagi kichkina uychaga. Yo'q, u yerda menimcha butulka teruvchi yashar edi. Yo'q, endi u yashamaydi. Yo'q, ha. Qoyil, mayli, qishloqqa xush kelibsan. Rahmat. Sen tanding? Ha, qoyil. Menimcha videolarimni ko'rib tanigan bo'lsa kerak. Ayniqsa do'stlar, sizlar ham kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shunda undan ham ko'p odamlar bizni taniy boshlashadi. Xo'sh, Mirni uyiga kelib oldik. Salom janob Mir. Salom. Seni как раз chaqirmoqchi edim. Oylik uchunmi? Ha, oylik keldi. Yo'q, ha. Hozirgina pulni tashlab ketishdi. Qani pullar? Nima? Pullar g'oyib bo'libdi. Qanaqasiga? Seyfda turgandi. Chenarson qanaqasiga kim o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin? Pullar, ha. Seyfni ichida to'g'lab pul edi. Chenarson endi nima bo'ladi? Bilmasam, politsiya chaqirib kelishim kerak. Sen shu yerda kutib tur. Xo'p. Yo'q, Mir politsiya chaqirishga ketdi. Qaycha telefoni bor. Politsiya uchastkasiga ketgandir. Uncha uzoqda emas, rostdan ham seyfi bo'sh turibdi. Bu yerda narsalar, shkaf, stop ko'rdinglarmi? Nima edi bu? Ha, pichoq ekan bor yo'q. Okey, bu yerda esa bug'doy nima uchun xolodilnikning ichiga instrumentlarni solib qo'ygan do'stlar, kommentariy yozib qoldiringlar. Nima uchun muzlatgich ichiga instrument solib yuradi Mir? Ha, mayli, bilmadim nima qilishdi, lekin kutib tur deydi, ammo kutishga vaqtim yo'q do'stlar. Men kutubxonaga borishim kerak va hujjatlarni yangilamasam bo'lmaydi. Aks holda o'tgan safargidek muammolar bo'lishi mumkin. Kim eslasa o'sha videoni like bossin. Bizni uyimizni tortib olmoqchi bo'lishganini. Shunga do'stlar, bunday bo'lishini istamayman. Hay, Broni, nima bo'ldi? Xo'sh, oylik oldingmi? Ha, oldim. Yog'i? Ha, oldim. Ha, zo'r bo'ldi. Qancha berdi? Yetarlicha. Jinurson bo'ldi do'stlar. Tak, oylik olmaganini aytmasligimiz kerak. Bilmasin qishloqdagi muammolar haqida. Xo'sh, hozir esa hujjatlarni do'stlar yangilab kelamiz. Nima hujjatlarni yangilamoqchisan? Hujjatlarmi? Uyniki. Xo'p, mayli. Aha. Do'stlar, buncha qiziquvchan jitli ekan, oylikni so'radi. Xo'sh, stop, axir men oylik haqida unga aytmagandim. G'alati. Ha, mayli, juda ham g'alati. Sizlarga aytsam, qayerdan bilib oldik ekan oylik haqida? Balki o'zim fermada ishlayotganda aytgandirman. Do'stlar, videoni boshirog'iga aylantirib, tekshirib ko'ringlar. Men umuman eslay olmayapman. Kutubxonachi. Ha. Xo'sh, men hujjatlarni yangilashga keldim. Yo'q. Nima bo'ldi? Buncha uyning ichida aks-sado paydo bo'libdi. Qo'yil, shunchaki aks-sado paydo bo'lgan, chunki shiftni olib tashladim. Shiftni olib tashlading? Ha, ikkinchi qavatnikini. Ana. Yo'qmi? Nima? Bu qandil oltindanmi? Ha, hammasi oltindan. Yoqyaptimi senga? Ha, xo'sh, nima deysan? Nima deyman? Baho ber. Zo'r, albatta, 10 dan 10. Ha, o'zi qayerdan olding bularni hammasini? Bularmi? Xullas, nima desam ekan? Lotereyada yutdim desa ham bo'ladi. Ha, shunaqa gaplar. Lotereyada, ha, xullas menga nima desam ekan? Shu qoldi, ha. Mana yana ozgina hujjatlarni olishing mumkin. Tayyor bo'ldi nusxalari. Rahmat, lekin baribir tushunmayapman. Nima qoldi senga? Meros qoldi, meros. Lotereya deding-ku. Shu nima desam ekan? Shu meros lotereyadek-da. Endi nima desam ekan? Kutilmaganda kelib qoldi-ku. Tushunarli. Xo'sh, yana biror bir savoling bormi? Yo'q. Omading kelibdi. Menga aytdim. Do'stlar, o'zini juda ham g'alati tutyapti bu jitel. Menga sizlarga aytsam umuman yoqmayapti. Aynan bizni qishloqdagi pullarni o'g'irlab ketishgandan keyin tasavvur qilyapsizlarmi? Paydo bo'lib qoldi mana bu oltin narsalar, chunki kechagina borganimda yo'q edi va o'zini tutishini ko'ryapsizlarmi? Qanaqadir umuman eplab gapira olmay qoldi. Ha, juda ham g'alati bo'ldi sizlarga aytsam. Men bunday bo'lishini kutmagan edim. Xo'sh, bo'laqani bu yerdan ketdik. Buncha yerdan biriga yugurasan. Nima shoshilyapsanmi? Ha, ishlarim borda, ishlarim bor. Bu ham qiziquvchan jonga tegdi. Hozir qani boraylikchi, Mirga aytamiz nima bo'lganini. Kutubxonachini shuncha puli paydo bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bir kunda, chunki kechagina uncha puli yo'q edi. Unaqangi narsalar yo'q edi. Janob Mir, xullas shu yerda edi pullar. Bilmasam, surishtirib ko'ramiz. O'tib ketay. Albatta. Shuncha pul. Janob Mir, xullas kutubxonachini xo'sh, juda ham katta miqdordagi oltinlar paydo bo'ldi. Oltinlar, oltin qandil, qanaqadir oltindan figurkalar xullas tiqilib yotibdi puli. Sizga g'alati tuyulmayaptimi?
O'sha o'g'irlagan deysanmi? Bo'lishi mumkin. Nima qilamiz endi yurchi? Hozir ko'rsatasanmi menga o'shalarni? Dada ko'rsataman keting. Qani hozir. U hech kim ko'rib qolmasa bo'lgani. O'sha kutubxona, yo'q-ku bu joyda. Yo'qmi? Yo'qmi? Rostdan ham. Oltin, shuncha oltin qayerdan keldi? Bu o'zi kambag'al bo'lsa, mana bu yerda kutubxonada yillab ishlaydi, lekin hatto qo'lda yaxshi telefon ham yo'q edi. Shuda sizga nima deyapman? Shuncha oltin qayerdan kelishi mumkin? Nima dedi senga? So'ramadingmi? Aytdim, qandaydir meros dedi, lotereya dedi. O'zini g'alati tutdi, xullas, o'ziga ishonch yo'q edi. Tushunarli, bo'ldi. Hozir men uni chaqiraman, sen esa uyni titklab ko'r, xo'pmi? Chaqirasiz, kamera qo'y. Yo'q, kamera, uyga kamera qo'y va shu yerga ham qo'yishing mumkin kutubxonaga. Men uni chaqirib chalg'itib turaman, xo'pmi? Xo'p. Bilib olamiz hamma sirni. Unda men hozir uyga boraman, uni shu yerda Kozницada yashaydi. Janob mer, ana o'sha yerda Kozницada. Bo'ldi. Okey. Hozir uyga boramiz. O'zi qayerda ekan? Balki uydadir. Shu bo'ldi. Bularni joyiga qo'ydim. Endi esa bo'ldi, kutubxonaga otlansam bo'ladi. Tak, Jinurson chiqyapti shekilli. Shu bo'ldi, eshikni qulflayman va ketdim. Yana oltinlarim qarovsiz qolib ketmasin. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Juda ham g'alati o'zini tutishi, o'zini o'g'ri, yolg'on gapirayotgan odamlarni o'zini tutishi birdaniga sotib qo'yadi. Yo'q ekan, qanday kiramiz? Qachon? Hozir men kirkamni ko'tarib kelaman-da, kirka bilan shunchaki bu yerga kirib olishim mumkin bo'ladi. Hech kim xalaqit bera olmaydi. Buncha yuguraversan changitib, ko'chada yuribman-ku. Nima? Rostdan ham yugurganim changyapti, lekin ritilga nima ekan bilmadim. Iltimos, chopma desang unday. Tak buni olishimiz kerak. Senga gapiryapman. Eshitdim. Bu buncha beta g'isht ekan, gapirsa ham baribir chopib ketdi. Xo'sh, hozir boramizda Kozницani ochib ko'ramiz. Tepasidan tak mir chalg'itib turaversin. Oldiga chaqirib bo'lgandir. Shu bo'ldi, endi tushishimiz mumkin. Xo'sh, blokni sindiramiz. Ajoyib. Tak, faqatgina yumshoqroq tushish kerak. Oppa. Ajoyib. Hech kim hech narsani sezmaydi va sandiqni ochamiz. Do'stlar, tayyormisizlar? Shkaf, quti va boshqa narsalarni ko'rmayapman. Mayli, shu sandiqni ochamiz. Tayyormisizlar? 1 2. Yo, bu yerda qancha pul turibdi? Jinurson shuncha dollarlar yana bitta-bittalab qo'yib chiqqan. Aqldan olish mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, do'stlar, tak, bu yerga aniq kamera qo'yamiz. Bittasini mana bu yerga ulaymiz. Yaxshi, bu yerni yopib qo'yamiz va endi ichkaridan chiqishimiz mumkin. Tak, qulfni ochamiz va bo'ldi. Yaxshi. Aqldan olish mumkin. Qanaqasiga do'stlar, qancha pul borligini tasavvur qila olmaysizlar u yerda. Kim erinmasa hisob ko'rsin. Nima demoqchisiz, janob mer, shu bilan? Endi aytaman-da, hujjatlarni yangilab bera olasan menga ham. Janob mer, siz menga qanaqadir bo'lmag'ur gaplarni aytib o'tiribsiz-da, ishimdan olib qolyapsiz. Men senga aytayapman-ku, hujjatlaringga yordam ber. Do'stlar, hali ham chalg'itib o'tirib shekilli. Mayli, hozir boramizda bu kamerani ham qo'yamiz. Xo'sh, qayerga qo'ysam ekan? Mana bu yerga tepaga qo'yaman. Mana shu yerdan ko'rinadi. Bo'ldi. Tak, qani, uyiga ulandi. Endi esa kutubxonani o'ziga ham. Aqldan ozdiradi meni. Shu Jinurson o'zi kelyapti. Tak, sekin tepaga chiqish kerak. Tepaga chiqamiz, tak. Va mana bu yerga yashirinib boramiz. Bo'ldi. Hujjatlarning nusxasi emish. Shoshmanglar, bu yerda nimadir neto ko'rinyapti ko'zimga. G'alati. Hamma narsa joyida. O'g'ri tushmaganmikin? O'g'ri tushsa ham do'q yetmaydi hech qaysini shuncha narsani. Kim u yerda? To'xta. Jinurson bo'ldi, ko'rib qoldi shekilli. Tak, mana bu yerga o'tamiz va bo'ldi. Sekin. Yoki ko'zimga ko'rinmagan. Bo'ldi do'stlar, bo'ldi. Yashirinamiz. Bu yergacha kela olmaydi. Bitta kamera ortib qoldi, chunki uni qayerga qo'yishni bilmayman. Mayli, davay ketdik. Tak, o'yla, nima qilish mumkin Bruno? Kelib qolmasa bo'ldi orqamdan. Yomon bo'ladi, chunki bilmadim nima qilish mumkin, ammo baribir ham istamagan bo'lardim uchrashib qolishni. Savollar berish mumkin, nima qilayotgan eding u yerda deb. Men esa javob berishni istamayman bu gapga. Tak, janob mer, xo'sh, nima bo'ldi? Kameralarni qo'ydim va nima bo'ldi yana? Xullas, pullarni topdim. Pullarni, u yerda juda ko'p dollarlar bor edi. O'zingiz borib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Rasmga olib olsang bo'lardi. Ola olmadim-da, telefon yo'q edi yonimda. Boramizmi? Davay ketdik. Mayli, qani menga ko'rsatsang yur. Qulfni ham buzib qo'ydim, eshigini buzib qo'yding. Ichkaridan ochdimda, shuning uchun. Ichkaridan qanday ochding? Tepasidan tushdim. Tepasidan tushib ichkaridan ochding. Tushunmayapman. Men ham. Bo'ldi, kirishingiz mumkin. Shu yerdan davay. Shu qayerda ekan? Sandiqda. Qani kelchi? Xo'sh. Yo. Rostdan ham shuncha pul. Bu ahmoq kambag'alda qayerdan shuncha pul? Shuni aytaman-da, meni pullarimni hammasini o'g'irlagan shekilli. Shunday bo'lishi mumkin. Nima qilamiz endi? Bilmadim. Oyliklardan to'lashim kerak sizlarga. Ketdik janob mer. O'ylab topishimiz kerak, qanday uni fosh qilishimiz mumkinligini. Shuda men ham ketdim o'ylayman. O'ylang. Jinurson.
Tak, do'stlar, kommentariyada yozinglar, nima qilishimiz mumkin? Menda g'oya yo'q, hattoki telefondan rasmga ham olib olmadim. Buncha yuguraverasan, jonga tegding-ku, meni uyimni yonidan o'taverib. Jitel, men shunchaki ko'chadan chopyapman. Seni uyingning ichida kirib chopganim yo'q-ku. Undan tashqari bu yerda tuproq bo'lmasa, yo'q, bu yerda tuproq yo'q. Qanaqasiga xalaqit berishim mumkin? Yaxshi, bu yerga ko'chib kelibsan. Uyingni ichida bitta ham chang yo'q. Menga nimaga yopishib bo'lding? Yoqmayapti-da chopishing. Yoqmayotgan bo'lsa ket bu yerdan. Mana men ham o'zimning uyimning yonida chopyapman. Hammasi yaxshi-ku. Sen o'zingni uyingning yonida chopaver, menikida chopma. Yo'q, men senga aytyapman, bu yerda yo'q hech qanaqangi tuproq, qum, changi degan narsa. Bu yerda faqatgina tosh to'kilgan. Ha, menga yoqmayapti. Yoqmayapti, ha. Bilmadim nima deyishni ham. Ha, mayli unda. Men ketdim. Men bu yerda ishlayman, shuning uchun ham istaganimcha chopaman va uyim ham bor. Sen esa kichkina uyda yashaysan va bu yerda ishlamaysan. Shuning uchun men haqman. Shundaymi, obunachilar? Mayli, seni eslab qoldim. Hali ko'rishamiz yana. Hali ko'rishamizmish. Basharasini qaranglar. Bu ahmoqni, basharamga til tekkizma. Do'stlar, bo'ldi. Bugungi videoni shu yerda tugatamiz, chunki juda ham asabimni chiqaryapti va bo'ldi. Ana bu oq jitelni kuzatamiz va uni fosh qilishimiz kerak.